Kitabul luqata. Topib olingan narsalar kitobi. Birinchi bob, babu ta'rif bil luqata. Topib olingan narsani tanitish. 1698-hadis. Suvayd ibn G'afala aytadilar: Men Zayd ibn Suhan va Salamat ibn Robiya bilan g'azotga chiqdim. Qamchi topib oldim. U ikkalalari menga tashlavuni deydi. Men yo'q dedim. Agar egasini topsam, topdim. Aks holda o'zim foydalanaman dedim. Keyin men haj qildim. Madinadan o'tdim. O'shanda Ubay ibn Ka'bdan so'radim. U kishi aytdilarki, men bir hamyon topib olgandim. Ichida 100 dinor bor edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga keldim. Shunda aytdilarki, 1 yil uni tanit dedilar. 1 yil uni tanitdim. So'ngra yana keldim bu zotga. Arif ha havlan, yana 1 yil tanit dedilar. Yana 1 yil tanitdim. So'ngra yana keldim u zotga. Arif ha havlan, yana 1 yil tanit dedilar. Yana 1 yil tanitdim. So'ngra yana u zotga keldim. Keyin aytdimki, men taniydigan odam topolmadim dedim. U zot aytdilar, uning adadini, bog'ichini va idishini yodlab oldi. Agar egasi kelsa keldi, aks holda o'zing undan foydalanaver dedilar. 1701-hadis. Zayd ibn Xolid al-Juhani aytadilar: Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan topib olingan narsalar haqida so'radi. Rasululloh aytdilar: Uni 1 yil tanit. So'ngra uning bog'ichini, idishini tanib ol. So'ngra uni ishlatib yuboraver. Agar egasi kelsa, unga uni ado qil dedilar. Keyingi odam: Ya Rasululloh, yo'qolgan qo'ychi. Rasululloh aytdilar: Ol uni. U yo senga, yo birodaringga yoki bo'riga dedilar. U odam aytdiki: Ya Rasululloh, yo'qolgan tuyachi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azablari chiqib ketdi. Hatto ikki yanoqlari qizarib ketdi yoki yuzlari qizarib ketdi. Va dedilarki: Malakalar, nima ishing bor tuyaga? Uni oyog'i bor o'zini, ichimligi bor o'zini, egasi kelguncha dedilar. 1703-hadis. Zayd ibn Xolid al-Juhanidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan luqota haqida so'raldi. 1 yil tanit dedilar. Agar bog'isi kelsa, bog'isi degan istovchisi, unga uni ado qil, ber ya'ni. Va aks holda uni idishini va bog'ichini tanib ol, so'ngra uni yevur dedilar. Yevur degan maqsad ishlatavur ya'ni. Agar istovchisi kelsa, unga uni ado qil, ya'ni ber dedilar. Yuqoridagi ma'noda. 1706-hadis. Mutarrifdan, ya'ni Ibn Abdullah Ayoz ibn Himordan kishi aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Kim bir narsa topib olsa, unga ikkita adolatli kishini, bitta adolatli kishini yoki ikkita adolatli kishini guvoh qilsin. Yashirmasin, g'oyib qilmasin. Agar egasini topsa, unga uni bersin. Va aks holda u Allohning molidir, azza va jalla. Uni xohlagan kishisiga beradi. 1707-hadis. Abdulloh ibn Amr ibn Os radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raldi deydilar. Osib qo'yilgan mevalar haqida. Shunda Rasululloh aytdilarki, kim og'zi bilan uni olsa, hojatmand bo'lib, uni etagiga olmasa, unga hech narsa yo'q. Va kim undan biror narsani olib chiqib ketsa, unga 2 misli jarima va jazo bor. Va kim undan biror narsani u omborga qo'yilgandan keyin olsa, o'g'irlasa va u bir sovutning narxiga yetsa, ana unda qo'l kesilinishi lozim bo'ladi dedilar. Va tuyaning, qo'yning yo'qolganlari haqida o'tgan rivoyatlarda boshqalar aytgani kabi zikr qildilar. Va keyin topib olingan narsalar haqida so'ralganda aytdilar: Agar yuriladigan yo'llardan yoki odamlar to'planadigan shaharlardan bo'lsa, uni 1 yil tanit. Agar tolibi kelsa, unga uni ber. Agar kelmasa, u senga. Xarobalarda bo'lgan narsa, unda va xazinalarda 5dan 1 bor dedilar. 1711-hadis. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhudan Ali ibn Abu Talib 1 dinor topib olgan ekanlar. Keyin uni Fotimaga olib kelganlar. Fatima mana shu haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rasalar, Rasululloh aytgan ekanlar: "Huwa rizqulloh azza va jalla." Bu Alloh azza va jallaning rizqidir deganlar. Undan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yibdilar. Ali va Fatima ham yibdilar. Keyinchalik bir ayol kelib o'sha dinorini yo'qolganini e'lon qildi. Alining oldiga kelib. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar: "Ya Ali, addi dinar." Ey Ali, dinorni ado qil deganlar. 1714-hadisga to'xtagan ekanmiz.
Jabir ibn Abdullah aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ruxsat berdilar, aso, qamchi, arqon, shunga o'xshagan narsalar kishi uni topib olsa, undan foydalanishiga. 1715-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, yo'qolgan tuya yashirilganda uning jazosi va uning misli bilan unga qo'shilib berilishi. 1716-hadis. Abdurrahmon ibn Usmon at-Taymi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hojilarning tushib qolgan narsalarini olishdan qaytardilar. 1717-hadis. Munzir ibn Jarir aytadilar, men Jarir bilan birga edim, Bavozij degan joyda. Bir cho'pon mol olib keldida, mollar yetilib keldi, u mollarning ichida u mollardan bo'lmagan boshqa bir mol ham bor ekan. Jarir u cho'ponga aytdiki, bu nima dedi? Cho'pon aytdiki, ha, mollarga qo'shilib qolibdi-da bir mol dedi. Bilmaymiz kimniki. Jarir aytdiki, chiqarib olinglar uni dedi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarini eshitganman. Yo'qolgan narsani, adashib qolgan hayvonni adashganlargina uni olib oladi deganlar.